Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Muhterem cemaatlerimiz, biz mümin degen sübetini çunkur şekilde ügünüp ötüşüp terişimiz. Çünkü ilgirki dersimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisini eslep öttük. La yedhulul cennete illa mu'min. Cennetke fakat mu'min boğan adam kiraleydi. Yani ondan başka adam cennet kiralmaydı. Andak boğanda bu mu'min nimi işler bilen şugullanıdı. Tarihte mu'minler nimiş kıygan? Hazır bizim özümüzni mümin dep atayımız. Allah saklasın mümin bulmay başka cinaset bolup kılıştın. Kandak olganda mümin dep atıgan bizle kandak haletli boluşumuz gerek. Müminin bir gayesi boluş gerek. Müminin gayesi nime boludu? Pul tepiş olamdı, şöhret kazanış olamdı, abroy tepiş olamdı, ya ki kattı özümünlerge erişiş olamdı, ya ki halkaradaki on çoğun bayının birisi boluduğun katağı tiziliş olamdı. Müminin gayesi nime? Bu nayeti muhim bir sual. Muhterem cemaat, müminin gayesi Allah'ın rızalığı boluş gerek. Tarihte müminler şu şekilde yaşap geldi. Yani müminin gayesi Allah'ın rızalığını kolu keltiriş. Müminin arzusu Allah'ın cennetine erişiş. Biz devamlı şunu arzu kılımız. Mümin buluş sütümüz bilen. Hem de bu gayge, bu arzuğa bizni hep barıdığan emellerini Kur'an-ı Kerim bizge qaysı şekilde ifadeleyen bolsa, şu şekilde kılışqa erişimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerini kandak üretken bolsa, şu şekilde emeliyetimiz bilen ifadeleşki terişimiz. Kur'an-ı Kerim müminlerin süpetlerini süpetlep, müminler degen mandak adamlar dep 10 xil süpet bilen süpetleydi. Bu süpetlerden birisi "Ellezînehum fî salâtihim hâşi'ûn." Müminler namaz okuğa vaxtıda naiti Allah'tan korkan halette okuydu. Bunu alimler tefsirler, ula kalbini namazga begişlap durup okuydu deydi. Kalp nerede, biz nerede? Kalbini begişlap durup okuydu. Bu naiti muhim bir hukum. Özümüz sep tuturmez, İmam kıraat kılıvatıdı, Kur'an-ı Kerim okuluvatıdı, ama bizim kallımız, bizim hiyalimiz başka yerlerde. Bu Kur'an-ı Kerim'deki müminlerin sübütüge düşmeydi. Buna dikkat kılışık tegişlik. Eğer bu bizde bulmasa, bunu kandak kılsak kılıp, namaz okuğa vakti, namazını oylap durup, Allah'ın kudretini oylap durup, şuna tesavvur durup, özümüzün acizliğimizde tesavvur durup, şu namazda turduğun bir haletini şekillendirişke tirişiş, bu muhim bir hukum. Müminin ikinci süfti وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Faydasız iş hareketlerden, gep sözlerden, sorun sohbetlerden yüzü örüp, ondak orunda tumaydı. Bu müminin süfti. Faydasız. Ya dünyalık faydası yok, ya ahiretlik faydası yok. Baka gep sözler, baka işla, baka çakçakla, bakadan başka müşündak vakit ötküzdüğün dersiler. Xeyli yaman emas müminlerimi çakın işlerini bugünlük görümüz. O kögenki gepni, kögenki işini del vaxtıda onu tosaş, o mutazı obdan bir iş emas. Biz mu bazı kırındaşlarının aşağıda bir höyde kılıkları, bir höyde gep sözlerini kılıp ilgispes, çoğulep bugünlük görsek, gözümüzünü kısıp, biz mu aşağıda ötep kitip mu kalımız hem de. Belki sahabilerin devrede olsun da bulmaydı, bu tabiillerin devrede olsun da bulmaydı, zamanın takazzasında mı? Muşdak bir gapıllık, bizning o çirmivelilik, aslida bundaq behöde işlarni
kögen vaqtida behöde sorun, behöde gep, bundaq narsalar bilan meşgul olgan vaqtida derhal tuzatish kerak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deydi, başqalarını faqat küldürüş maqsadi bilan gep qilgan adamning shu gibi jinoyat. Başqalarını bir küldürüp ötey deb, uningda shar'iy jihatdan bir alayda o insonga nisbatan bir imanı ve takvalığı ahiretiga befoydasiz mushundaq bir gapni bizni tepib o'ylab, shundaq bir gapni bizni qilib bir küldürüp ötey deyishning o'zi jinoyat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde ifadelaydi. Bu yerdeki lag'vi deydi. Lag'vi degan Uyghur tilidagi ifade bo'yicha shundaq baka gap, behuda ish, foydasiz degan mushu mazmunlarni ifodalaydi. Buning qog'inini o'zimizning aqlimiz, tushunchamiz bilan sharhilab olsak, tasavvur qilib olsak bo'ladi. Lag'vi degan nima o'zadi? Lag'vi degan Qur'oni Karimdagi lag'vi degan arabcha so'z. Anil lag'vi. Lag'vidan uzoriydi deydi. Mu'minningki bir sifati lag'vidan uzoriydi. Bu lag'vi degan zodi nima? Buni bugungi tilda xatli o'qilaydigan odam bo'lsa, inglizcha, arabcha, fransuzcha bu dunyodagi hamma tilga tarjima qilib bilib olaydi. Xatli o'qisa, Uyg'ur tilini bilsa, lag'vi degan gapning arabchasini ko'chirib keliblar, shu bosqandiklar hamma tilga tarjima qilib beradi. Bugungi kunda bunday bir texnik taraqqiy qilib ketgan bir zamonda yashayapmiz. Demek lag'vi bayada mu'min bo'lmaydi, lag'vidan uzoriydi. Bu mu'minlarningki asosli muhim sifati. Nima uchun bu lag'vidan bu kadar ehtiyot qilamiz? Qur'oni Karim bu kadar mu'minning ikkinchi darajalik sifati Mu'minun surasida. Deb bunda alohida o'rinda qo'ydi desa, insonning qalbini shundaq baka ishlar Allohdan g'aflat qo'yib qo'ydi. Allohni eslashdim. Fezkuruni ezkurkum deydi Qur'oni Karim. Allah deydi, sizlar meni eslasanglar, meni zikr qilsanglar, enondan keyin men sizlarni eslayman. Bu taqoq qalblarga to'g'ri narsa ko'rinmaydi jamoat. Qalb taqoq. Yaxshilikni ko'rmaydi, yaxshilikni yomondek ko'rib oladi. Yomon ishlarni yaxshilikdek ko'rib oladi. Uning qulog'iga anglayotgan to'g'ri gap so'zlar uning qalbiga ta'sir qilmaydi. Chunki qalb taqoq. Bu qalbni ochadigan narsa nima? Allah'ni eslash. Mu'minning üçüncü sifati vellezine hum lizzakati fa'ilun. Mu'minlar zakatlarini ado qiladi. Zakat beradi. Endi bu islom dinining asosli prinsipal masalalardan bo'lgan bir masala zakat beradi. Ve yahrusuna ala sadaqa. Zakatni berib to'xtab qolmasdan balki sadaqa bilan shug'ullanadi. Sadaqa qiladi, xayr ihson qiladi. Biz Uyg'ur millati bo'lish sifatimiz bilan muhtaram jamoat, men bu masalalarni orada bir qancha mush ta'kidlayman. Ba'zi qarindoshlarimiz deydi, "Yo'q, bizning Uyg'ur bayligi nayt katta baylar." Ras, bizning Uyg'ur bayligi nayt katta baylar. Ammo biz o'zimiz bir millat bo'lish sifatimiz bilan biz Türkçe'de öz eleştiri deydiken özümüzün içimizdeki bazı narsalarni biz özümüz tanqid qilib o'ttirg'i qo'ya olishimiz kerak. Xalqlik paytlarda bizning iqtisod egalarimiz davlatning qurilishiga rasmiy sanmagan. Davlat otalarining yanida tumagan. Davlatga yetaklaydiganlarga iqtisodini bermagan. Yolg'iz qo'ygan. Ahirda u mu yok, bu mu yok. Netçiliğan qitim zalim tatib oldi. Bir qitim emas, netçiliğan qitim tatib oldi. Yani burnumuzga suv kirmay, mushundaq yashab kelgan bir millat. Endi biz boshqa millatni jiq bilmaymiz. Birga mush Turkiyada yashaganligimiz uchun Turkiyani yaxshi bilamiz. Ma Turkiyaning jamiyalari qarab baqili. 500 yil burun, 400 yil burun sağgan cami tunigun sağgandek turdi. Tunigun sağgandek. Shu nima shu? Pul bilan bo'ladigan ish. İqtisat bilen bo'ladigan ish. Arablarning mo shundaq bir tigidin dinni tushungan arab musulmonlarining mana shundaq alohidaligi bor. Shuningga gerçi ig'ir kunda qolgan bo'lsa-mu, bizga o'xshash kunda qolmoqlik. Bugun meyada bir qarindishimiz deb o'tdi iftada. Uyg'ur millatining beshiga kelgan kun dunyoda bir millatning beshida yo'q endi. G'azziga duo qilamiz. G'azzadagi mujohidlar duo qilamiz, to'g'ri duo qilamiz. Qarindishimiz beshiga ig'ir kun keldi, bombaning tegidi, ammo ular 5 vaqt namoz o'qilaydi.
Ramazan tutalaydı. Kız ayalları evretlerini yapalaydı. Erleri erkektek yaşayalaydı. Ya şehit olalaydı. Bizce bu bir sual. Hemimiz Allah bergen akıl bilen tasavvur qilib baksak boludu. Mu'minning yana bir sifati vellezina hum li furujihim hafizun. Mu'minlar evretini haramdan saklaydı. Bu bek muhim cemaat. Haram işler, zina zalalet köpeyip ketken millette şu halaketçilikten, harlıktan, zebunluktan başka bizim bulmaydı. Kur'an-ı Kerim halalının yolunu gösterdi. Halalga kanaat kılmay, halal yol bilen mangmay, haram yol bilen şugulunup kalgan insanların şu halaketçilikten, falaketçilikten başka bir narsa emas. Ravaş tapanmaydıgan gap. Yani demek ki mümin halal bilen şugulunu bir qerindişimiz dep ötdüm, şäde bir eydis kesili olap kalgan bir Uygur ayol bilen bir neçe yaş balla haram münasebet bolup kalganlyk üçin bir neçe eydis kesilini juqturup algan. Hak. Ey bedbaxt, Allah haram kıldı. Senin anan, dadan, iştinin günüdün tüven gününü körevatıdı. Sen müşäge senin anan, dadan belki yaxşı niyet bilen çıkartkan boluş mümkün. Sen muşundak bir hatırjam orunlu kelip, dini terbiye kılıdığan mektep, medresler, meçitlerge kelip, yani okuma ya yaxşı eden bulmay muşundak kandikin, sana hak bu. Allah'ın sana bergen dünyadaki cezası bu. Ahirette onundan çoğu var. Allah'ın huzuruda onundan çoğu var. Şunu mümin özünün evretini haramdan saklaydı. Buna ait muhim bir Rabbimiz Celle ve Ala bayan kılgan Mü'minun sürüsüdeki müminlerinin 4. derecelik süfti. 5. derecelik müminlerinin ki süfti illa ala ezvacihim müminler fakat özününki evretlerini halal orunda işletidu. Cenab-ı Allah evretini halal orunda işletiş için yarattı. Ayallığımı şundak, erliğimi şundak, halal orunda işletidu, haramdan saklaydı. Şunundak müminlerinin ki 6. süfti muşu insanlar ara amanet, ihtizadi pul muamele, bu naiti zil mesele cemaat. Hem de ma meselede biz özümüz millet oluşturduğumuz bilen ihtizadi meseleler elhamdülillah bizning millet manında arı tokandı. Qandaylık olmasın birbirimizge işinimiz hem de ma biz yaşayatkan Türkiye'nin şaraitida muş öy ilim setim işlerinde bazı öylerini satılgan vaqtida er ayal ikisinin resimini tang çaplap bir öyün içkeri hem tang aldı ekan. Sorap baktık bazılardan bu nima dep bu bir öy degeni bir adamning ustiga asy oldu ishki onlar kunlarning birida bir egizpas olab qalsa birimiz yep ketmeydi dep şunda qildi o. Bir er ayal olgan adamning bazı vaqtlarda shunda ishlanmaydigan ish oldu ekan. Elhamdülillah bizning millatda majaatdan özümüzning hem de biraz özümüzni özümüz fırsat boğudak bir haletli ba pul muamele işleri yani biz yaman emas hem de başka milletle qaraganda ilim berim qila alaymiz, ötni yerim qila alaymiz, vaqt qaraydı muamelelerini qaytura alaymiz. Bu müminlerin bir süfti. Vellezine hum li emanatihim ve ahdihim ra'un. Yani ular amanetlerge köngel bölüdü, saklaydı ve öz ara qilgan ahdiga vafo qiladi. Ahdi qilishgan bo'lsa ahdida turdi. Bir mu'min degan bir gapni qilgan bo'lsa, shu gap o'lab ketkichi degan bo'lsa, o'lab ketkichi kuchga ega, 10 kun degan bo'lsa 10 kun, 5 kun degan bo'lsa 5 kun shu kuchga ega bo'lish kerak. Shu mu'mindarchilik shu hamda. Heli on, heli ta'tir, heli oldiga, heli keyiniga desep, yani men mu'min deb bu turi berish, bu aslida mu'minlarning sifatiga xislatiga to'g'ri kelmaydi. Va'diga vafo qilish degan gap so'zlarmi shu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste tepsili gösterken bununki va'diga vafo qilinmaganliginki ahvoli undan boshqa. Başka bir narsa bo'ladi hamda. Hamda 5 vaqt namoz jamoat qarashga oid oddiy oson ibodat. 5 vaqt namoz. Bir kunda 5 vaqt namoz deb yig'izimizda tilning uchida deymiz. Ammo namozning shukurqi oyatdagi birinchi sifatda fi salatihim xashi'un, yani namazni kalbimi şu yerde, tilimi şu yerde, aklimi şu yerde, yani şu namazda turup okuş degan muşu sifat bilan birlikte namazda vaqt qaraydi okuş, 5 vaqt namozni. Pishin vaqtida, asr vaqtida, shomni, xuftanni, qolgan namozlarni, farz namozlarni vaqt qaraydi okuş. Bu bir mu'minning nihoyat muhim masalasi. Qarasak nihoyat oddiy.
24 saatning içinde 1 saat o'qib bo'ladigan namoz, ammo shu 5 vaqt namozni vaqtida o'qishning o'zi taqvolik to'g'risida gap qilinsa, shu bugungi kunda har birimizning shu taqvolikqa olib boradigan birinchi amal shu namoz jamoat. O namozdan taqvolik qilmagan odamning boshqa yerine Allohga omonat. Namozni vaqt qaraydi o'qamagan musulmon, hamda o qolgan inson ko'radigan amal va ko'maydigan amal va faqat Alloh bilan shu inson o'zini biladigan amal va qolgan Allohga omonat. Faqat bu yerda şu 5 vaqt namozni vaqt qaraydi o'qsa shu inson, bu insonning boshqa ishlarida anondan keyin ra'y qiladi. Deymiz, qolgan shu namoz shu odamni agar shu qalbimi shu yerda, fikrimi shu yerda bo'lib o'qsa, shu namoz shu odamni to'g'ri boshlaydi. Endi mushundaq deb kelib, bu mu'minlar qanday odamlar desa, bular allazina yarisuna al-firdaus. Endi muhtaram jamoat, biz yuqorida tilga olganimizdek, mu'minning g'oyasi Allohning rizoligi bo'lish kerak. Mu'minning orzusi, armani Allohning jannatiga kirish kerak. Davomli shuni orzu qilamiz. Ham bu Allohning rizoligiga erishishni biz bosh plan qilgan vaqtimizda. Masalan, mayli ilm o'qaydi, ya'ni Allohning kalomini yodlaydi. Yoki uni qiroat qilib o'qib berayli. Yoki namozda imom bo'layli. Yoki buni shunday sharhlab musulmonlarga anlatayli. Ya kitob yozayli, ya tarjima qilayli, ya madrasada bola o'qitayli. Nima ish qilsak, bu ishni qilishdagi zot maqsad nima? Nima uchun bu ishni qilamiz? Ya xayr ihson qilili, ya jihad qilili, dushman bilan elishili. Mush ishlarning hammani qilishdagi maqsad nima? Allohning rizoligi. Mush Allohning rizoligi kallada aniq bo'lmaganligi uchun shirk mushayadin kelib chiqadi, riyoxo'rlik mushayadin kelib chiqadi. Bu Allohning rizoligi kallaga bir butun tiklanmayotgan vaqtida qilayotgan yaxshi amallar ustida ko'ringan bilan o yaxshilikni yomonlikni aralashtirib tang umochga o'xshash hammani qo'chib, uning ichida g'aybatimi bor, pishnapastimi bor, yolg'onchiligimi bor, sulhi sala yolg'on yopadaq gap so'zlimi bor. Islom dinida muhtaram jamoat mubolig' gap qilish yolg'onchilik deb sanaladi. Mubolig' gap qilish. Bir odam ketib bordi degan, ishti ketib bordi degan gap, masalan, bir odam normal yo'lda ketib bordi desa bir gap. Ammo ishti ketib bordi desa, shu mubolig' bo'ladi shu hamda. Munda bir to'qini ko'rdim desa, to'qi degan munda bo'lmagan ekan, mubolig' gap bo'ladi, yolg'onchilik, kazzob bo'ladigan gap hamda. Shuning bu yerda diniy nuqtadan olib ketgan vaqtida mu'min eg'izdan chiqaradigan har bir ifodaga diqqat qilish kerak. Mu'min yufakkir qabla an yatakallam. Mu'min tilda ifodalashdan burun tafakkur qilib, undan keyin ifodalaydi. Munofiq boshda ifodalab bo'lib, undan keyin og'izdan chiqarib bo'lib, undan keyin tafakkur qiladi. Hikmatli bir so'z. Demak, bu yerda mu'minlarningki bu yerdagi Allohning rizoligi deydigan nishon aniq bo'lsa, g'oya aniq bo'lsa, Allohning rizoligi bu odamning qolisiga bir butun kelgandan keyin bu odam Allah jihad qilib buyurgan bo'lsa jihad qiladi, pul ver degan bo'lsa pul berdi. Meyadi jim tur degan bo'lsa jim turdi, jugur degan bo'lsa jugurdi. Nima ish qilsa shu vaqtida qiladi. Avvalo qiladi shu narsani qilish kerak. Allohning rizoligini qo'ymagandan keyin bu odam shu to'xtamay qilli ishlamiz tutqolga aram yo'q degandek, o qilladagi g'oya aniq emas. Allohning rizoligi aniq emas, ammo to'xtamay jugurib yurib bir ishlarni qilgandek, to'xtamay ibodat qilgandek ko'ringan bilan g'oya qillada aniq bo'lmaganlikdan chatoq shu yerdan kelib chiqadigan gap. Nima uchun sahobalar jihodiy maydonlarda kechkichilik shunday charchab turib, kechalari tahajjud o'qiydigan, Qur'on o'qiydigan, shunday o'zi yana sadaqalarni qiladigan, boshqa yaxshilikning hammani tan qiladigan, qilmaydigan shunday sahobalar bo'libdi ekan hamda. Mushuli nima uchun shunday qilgan desa, ularning qalbisida tiklangan g'oya aniq. O g'oya Allohning rizoligi. Radiyallahu anhum va radu an zalika liman xashiya robbah. Arab tilida xashiya degan fe'l jamoat ash qalbining chunqur qatlamidan Allohning haybatidan ba'zida qo'rqib turib, ba'zida g'oya qilib turib, shundoq bir xil titrek bosgan holatda qo'rqish degan ma'noni bildirdi. Allohdan
haqiqiy ichidan qo'rqish degan ma'noni bildir. Allohdan qo'rqish degan nima degan gap desa, ig'izdan bir xato gapni qilamiz. Masalan, bir qarindishimiz oldida chiroyli o'timiz yo'q yerda uning bir yomon gapini qilamiz. Shariatda shu dal cheklangan gap shu. Ash ifodalaydigan gapning o'zi harom bo'lsa, ash harom gapni ig'izdan chiqarib qolsa shu odam shu vaqtida Allohdan nima deb qo'rqdi desa, men shu harom gapni qilib qolsam, Alloh mendan intiqom oladi. U dunyoga ketmayli, bu dunyoda oladi uni. Hech kimni qilmaydi degan bir gap bor Uyg'urchada. Mushu dunyoda nurg'un odamning hisob kitobi qilinib bo'lib, endi Allohning huzuriga bor jamoat. Bunday yolg'on yapodaq qilgan, fitna fasod, haromzadalik, g'aybat shikoyat, uning haqqini elib olgan, buningga zulm qilgan shundaq insonlarningki, mushuning hisob kitobi asosan bir qismlarining nishada elinib bo'lib, endi u dunyoga bordi. Ba'zilarining u dunyoga qoldi hamda. Fi tuğyanihim ya'mahun. Cenab-ı Allah deydi, bazı insanlar eskilik ölen çökep, eskilik bitip, xuddaylıqı patqandek bitip, Allah'ın huzuru şu bitip bardıqallık doğrusu ifadlaydı Kur'an-ı Kerim. Fi tuğyanihim ya'mahun. Ular eskilik de, tağiylıqı da, patikaçılıqı da, temerrud, yani boyan tavlıq qıyğan halıtı da Allah'ın huzuru şundaq bardı. O ayrım bir insanlarındı. Ondaq insanların bop qilishdan Allah saqlasın. Bazı bir devlet padişahlarını görürüz. Ular haqiqatan eski zulm qilgan, o zulm qilgan eski shundaq padişahlarning mush dunyodan nayt ig'ir kun bilan nayt inson tasavvur qilolmaydigan halokatchiliklarga uchrab bo'lib, enadekin o'lib ketganini shahid bo'layotimiz bugungi dunyoda. Amaliyat ular devlet padişahı edi aslida. Ya bir mezgil burun yoki bir qancha kun burun zulm degan shunday narsa. Bazı insanlar şundaq, şu dünyada qaq soqt qilgan, ikispaschılık qilgan, shundaq insanlar uzun qolmay buningki intiqomi elinadi. Yani mu'min qanday qiladi? Ichidan qo'rqish degan gap, bundaq bir xatolikni qilib qolsam, qiyomat qolmay shu vaqtida. Ya bo'lmasa bir haram ishdan shug'ullanib qolsam, shu haram ishni qilib men tugitib qo'yganga qadar ya menga ya farzandimga, ya oila bola chaqamga, yoki men yaxshi ko'radigan urug' tuqunimning birisiga Alloh bir balo berib qolamiki deb Allohdan qo'rqudi degan gap. Shunda bu qilishi mumkin, shunda bo'ladi hamda. Cenab-ı Allah bazı vaqtlarda bazı insonlarga bir şekilde onun cezasını berdi. O insan Allah'tan kelgan kichikkina bir jazo inson taqat keltirmaydi jamoat. Kichikkina bir jazo. Bir kichik tarat bir kelmay baqsin qana. Kichik tarat 3 kun. Nima kunni ko'ramiz? Bir yurak igizpas so'qilgan bo'lib baqsin, nima kunni ko'ramiz? Man nafas bir siqilib baqsin, xotirjam holatda nafas ololmayli, nima kunni ko'ramiz? Mu'min shundan qo'rqudi degan gap. Agar xatolikni qilib qolsam, mush xatolikdan Alloh mendan mush darhol bir hisob kitob qilib, meni jazoli etib qolamdi deb qo'rqudi. Endi mu'min Allohga zalika liman xashiya robbah, Robbidan ashunda haqiqiy ichidan qo'rqqan odamga Robbimiz jalla va ala jannati adnni berdiganligi, adn jannatini berdiganligi. Adn bu endi mangu turadigan, onu süpetlep ma dünyadaki sözlük yetmeydiğen bir cennet degan gap endi. Ma dünyada ma bu tilshunos olimlarning bir so'zi var, inson qanchalik aqlliq desa, qancha sözlük bilsa, yani qancha kelime bilsa, shunchalik aqlliq deydi. Shu qanchalik bu til söz atalg'u degan nihoyat muhim bir hukmken, Rabbimiz jalla va ala Adem atamizga o'rgatgan shu ve allama Adem'el esma, Adem atımızga Rabbimiz Celle ve Ala şu narsalarning isimlerini, yani atalgılarını ügütüp diken, bildirip diken, muş atalgını qanchalik bilse, shunchalik bu insonning aqli ishlaydi, kallı shunchalik ishlaydi deydi, aqli shunun qarta bo'ldi deydi. Endi demek bu yerda şu mangu turadigan cennet degan bu cennetni bugungi matilimizda ifodalab bu andaq cennetni, mandaq cennetni deb biz nimaga o'xshatildi desak, o'xshatdik bizim bo'lmagan ekan ham dunyoda. Masalan, falanining sarayga o'xshashdi desak, u sarayga o'xshamaydi. Yo'q, havas mandati deyil desak, u havasini biz tasvirlab berolmaymiz. Mushundaq go'zal bo'lgan cennetni Robbimiz beradigan kishilar qandaq kishilar? Alloh rozi bo'lgan kishi. Allah'ın razılıqını məqsəd qilib şu dünyada yaşayan kişi. Eğer Allah'ın razılıqını məqsəd qılmasa, bəzide yaxşılıqını qılımız, doğru. Nəhayət qat işlərini qilishimiz mümkün.
dinimizdeki en qiyin olgan, ecri, savabı en katı olgan, en faziletlik emel nima cemaat? Cihad. Yani qital. Düşman bilen urushush. Kan berish, kan dökesh. En qiyin emel. Ama şu emelning ustida bo'layotgan bo'lsa-mu, agar şu insonning niyat xato bo'lib qolsa, yani Allah'ның rizoligini maqsad qilmaydigan, başka bizni nimani maqsad qiladigan bo'lib qolsa, o vaqtida o insonning o ishi zoya ketdi degan edi. Zoya ketdi. Radiyallahu anhum. Allah razı bo'lgan kishilarni Qur'oni Karimda ayet to'liq bir şekilde ifodalab berdi. Shuning biz evvel özümüzning g'oyamizni bir mush Ramazan munosabatimiz bilan bir yengilab, mening g'oyam nima? Meni Cenab-ı Allah bu mush dunyoga bir inson qilib yaratibdi. Aslida lam yakun shay'an mazkura. Aslida inson degan tilga og'uchilik yo'q bir narsa edi. Qur'oni Karim shunday ifodalaydi. Aslida inson degan tilga og'uchiligi, yani til oladigan bizning emas edi. Mushundaq tuvan tabiqadagi bir narsa edi. Endi mushundaq tuvan tabiqadagi insonning mushundaq chiroyli, qad-qomatlik, güzel, aqlliq, nurg'unlagan nazu ne'matlarni berib mushundaq yaratibdi. Anda bo'lgandan men mushu aql bilan, mushu farosatim bilan men bir mu'min bo'lib, alhamdulillah, mu'mindarchiligimni yaxshilab, Allohning rizoligini o'zimga g'oya qilay deb buningga bir butun kelib bo'lgandan keyin ondan qolgan ishimiz mayli biz kichik ish qilili, mayli cho'ng ish qilili, mayli nafl ibodat qilili, mayli farz ibodat qilili, o vaqtida Cenab-ı Allah bizni o'zi rozi bo'ladigan amallarga ham nisb turdi, hem ata turdu, hem bizge merhamet ölen muamele turdu. İşimiz iş oldu, duayımız mücabet oldu. Dünya ahirette Rabbimiz bizni taşvip etmeydi. Şunun işimiz gerekli cemaat. Mümin hergiz har bulmaydı. Garip bulmaydı. Bicar bulmaydı. Çünkü mümin innemel mu'minune evliyaur rahman. İmam Tahavi rahimullah Akide Tahavi deydiğin kitbede şundak ifadeleydi. Müminler Rahman Teala ve Tekaddes'nin evliyaları deydi. Her bir mümin evliya. Her bir mümin. O mümin İnne evliyaullahi felâ khawfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Allah'ın evliyaları bir nersini kokmaydı. Allah'ın evliyaları gemkin bulmaydı. Ulanın kaygı bisi olmaydı. Mümin bu vaktimizde. Şunun bu yerde mümin darışılıkımızı yaxşılayımız. Ve gayemiz kandak oldu Allah'ın rizalığı. Allah razı olan vaktidan kalan iş cennetke mekkerik oldu. Cennetke kırılgan en isil emellerinin kıgıl oldu. Rabbimiz tilimizni doğrulap berdi, kalbimizni doğrulap berdi, işimizni onşap berdi. Rabbimiz hemimizni özü razı boluduğan ve özü razı boğudek müminlerden boluduğan bir müminlerden boluşka bizne nasip edar kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.